Assalomu alaykum aziz takipchilarim. Avvalambor hammalaring xush keldilaring. Savol javoblar davom etyapti. Birinchi savolimiz. Marjona ukam Rossiyada dom-daraksiz, xabar yo'q deyapti. Hozir shuni ko'ramiz. Marjona Xushnudbek ukasining oti. Hech qanaqa xabar yo'q deyapti. Hozir ko'ramiz. Qanaqadir qog'ozbozliklar bor. Qandaydir atrofi to'siq. Xabar bo'ladi. Birozdan keyin yana ozgina kutasizlar. Hozircha emas xabarni bo'lishi. Oradan ancha muddat o'tadi, keyin xabar bo'ladi. Yaxshi xabar olasizlar. Soppa sog'lom. Lekin qanaqadir zdaniyaning ichida. Marjonaxon, eshitdingiz-a? Savolingizga javob berdim. Keyin meni savolimga javob bermadingiz demanglar. Bahodirjon Qodirov, sizni savolingizga keyin o'tgan videoda men javob berdim. Takror yozyapsiz. Iltimos uka, videolarni birma-bir tekshiring. Endi otingizni yozmaganingizdan keyin men Bahodir Qodirov deb gapirdim. Chunki o'sha сообщение yozilgan akkauntga qaradim, Bahodir Qodirov yozilgan. Именно Bahodir Qodirov deb gapirib video chiqardim. Iltimos, savol yozishdan oldin menga albatta otlaringni yozinglar. Otlaring bo'lmasa men nima deb izohlayman u narsani? Men tushunmadim. Otlaringni bosh harfini qo'yib qo'yapsizlar. Undaqa bilan bo'lmaydi. Otni to'liq yozing menga, men siz aytgan narsangizni ko'rib beray. Marjona, sizni ko'rdim. Endi Dilnoza uy olamanmi debdi. Hozir ko'ramiz Dilnoza uy oladimi. Dilnoza, sizga omad yaqinlashyapti. Hozircha uy olganingizni ko'rmayapman. 2027 da olamanmi deb yozgan ekansiz. 2027 bo'lmasa 2028 da albatta olasiz. Chunki omad oyog'ingizda turibdi. Batta Olloyor Sultonov deb yozilgan nimasi akkauntiga ismi yo'q buni ham. Ishga kiramanmi deb bir savol beribdi, undan keyin oila quramanmi deb savol kelgan. Ayni bu akkauntdan. Kimligini bilmayman, omad ismini yozmagan. Olloyor Sultonov deb ko'raman. Olloyor Sultonov, astoydil harakat qilsangiz, ishga ham kirasiz. Oila ham qurasiz. Lekin hozircha ko'rmayapman o'sha narsani. Har tomonlama sizda to'siqlik bor. Harakat bo'lish kerak odamda. Biroz bunday harakat qilsa, hamma narsa amalga oshadi. Yo'q. Kuzlarga borib ishga kirsangiz kerak. Qanaqadir xabar keladi, keyin ishga kirasiz. Hozircha ishga kirganingizni ko'rmayapman. Sarvinoz ikkita bolasi bor, oila quramanmi deyapti. Sarvinoz oila quramanmi deyapti. Sarvinoz. O'sha eski oila yana takrordan tiklanyapti. Lekin nimagadir siz istamayapsiz o'sha narsani. Boshqa birini yaxshi ko'ryapsiz. Tushunmadim hozir men. Lekin keyingi tanlagan odamingiz sizga to'g'ri kelmaydi, Sarvinoz. Eshigingiz tagida o'zingizni baxtingiz turibdi. Siz tanlagan odam to'g'ri kelmaydi. Umida, o'g'lim Orifjonni bu yili uylantiramanmi? Umidaxon, o'g'limni bu yil uylantiramanmi Orifjon deb savol beribsiz. Hozir ko'ramiz.
bitta joyga ko'z tashlab qo'yibsizlar. Hozircha aniq javob berilgan yo'q. Undan tashqari yana ikkita joyda bor. Birinchi ko'z tashlagan joylaringda bo'ladi. Xudo xolasa, mana xudo xolasa kuzda oxiriga borib to'y qilasiz inshaalloh. Yaxshi kunlar bo'lsin. Nilufar bu yil turmushga chiqadimi deb savol berishibdi. Yo'q, bu yil chiqmaydi. Erta bahorda chiqadi. Xolidaxon ma'lum sabablarga ko'ra oramiz uzoqlashdi. Endi o'sha sabablarini gapirishimning hojati yo'q. Xolidaxon, sizga ko'ryapman, oramiz uzoqda, ayrimiz debsiz, sabablarini gapirishim hojati yo'q. Qilgan ishlaridan anchagina afsusda, trevojniy signal bilan chiqyapti. Yana oralaring tiklanib ketadi. Lekin oldingi mana oralaring tiklanib ketadi. Oldingidaqa yaxshi bo'lib ketasiz-u, baribir yurakni qirqlari qolib ketadi o'rtada. Lekin yana tiklanib ketasizlar. Xolidaxon, eshitdingiz gapimni? Yana tiklanib ketasizlar. Rustam Mavluda, oilasi tiklanadimi? Rustam Mavluda, oilasi tiklanadimi? Rustam Mavluda, endi hali yetishmovchilikning orqasidan bo'lib o'tgan narsalar, endi yigit qo'lida hozir bo'lmasa, g'oyibdan bergandan keyin baraka ko'payib ketadi, tiklanadi oilalaring. Sabr qiling. Erim bilan yarashuv bormi? Bu ham misol uchun ism yozmagan akkaunt Ubaydilla deb yozgan. Endi bilmayman endi nima deb ochaman bunga. Erim bilan yarashuv bormi? Eringizni ham otini yozmagansiz, o'zingizni ham ismingizni yozmagansiz. Men unaqa qilib ko'ra olmayman. Davom etamiz. Oltinoy bilan Nuriddinning munosabatlari davom etadimi? Oltinoy bilan Nuriddinning munosabatlari davom etadi. Oltinoy bilan Nuriddin munosabatlari davom etadi. Rafael Dilnorami yo Dilnozami? Dilnora. Balkim xato o'qiyotgandirman. Dilnoza. Rafael Dilnoza yarashib ketadimi? Rafael bilan Dilnoza yarashib ketadimi? Rafael bilan Dilnoza yarashib ketadimi? Yarashib ketasizlar. Ichida tiliz bor ekan, sal tilizni kaltaroq qiling. Ko'proq asha arzimagan janjal to'polangni orqasidan uzoqlashib ketyapsizlar. Bu yomon bola emas, juda mehnatkash bola ekan, yarashib ketasizlar. Feruza chet el fuqaroligini oladimi? Feruza chet el fuqaroligini oladimi? Olaman deb turibsiz. Ishongan odamingiz o'yin qilib qo'yishi mumkin, sal ehtiyot bo'ling. Hozircha emas. Anchagina mablag' ketib qolyapti. Yo'q. Ishongan odamingiz aldatib qo'yishi mumkin. O'zingiz astoydil harakat qilsangiz olasiz. 94-yil, ismi Gul. Kutgan insonim keladimi? Diyorbek. Kutgan insonim keladimi? Diyorbek debdi. Kutgan insoningiz ancha oralaring uzoq, qanaqadir to'siqchiliklar bor o'rtalaringda. Keladimi debsiz? Keladi, ancha muddat kutishingiz kerak. Bugun erta keladi deya olmayman. Ancha muddat kutasiz. Aziz takipchilarim, obunachilarim, savollar, javoblar yana bitta video qo'yaman. Shu bilan tugaydi. Chunki soatimiz 2 bo'lib, soat 3 da tugataman. Bundan keyin yana bitta video qo'yaman. Iloji boricha savollaringni yozinglar.
ulgurganlarimga javob beraman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Ammo savol yozyotib albatta ismlaringni yozib ketinglar. Ismsiz men ko'rmayman. Rahmat. Yurak bosishni unutmanglar.